Mana shu yuklarimiz tayyordan bor. Bugun hop 8-fevralga sotilgan yuklarimiz yana sotildi mana. Kecha 6-kuni kechqurun ham yuklagan edik. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, bor yana. Yuklayapmiz xudo xolasa. Bog'dod tumani Cho'liniz qishlog'ida bu. Nasrullo akaning uyi. Shu mashinaga yuklayapmiz mana xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib berish xizmatini kelishamiz.